Xorazm viloyat transport boshqarmasidan transport tashuvlarini tashkil etish va ruxsatnomalar berish bo'yicha bosh mutaxassis Maryam Kutbaniyev bo'laman. Media tarmog'ida Xorazm transport sohasida bo'layotgan tenderlarni tanish-bilishchilik bo'layotganligi to'g'risida sarlavha ostida murojaat yuzasidan rasmiy munosabat bildirib o'taman. O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 6-dekabrdagi avtomobil transportida yo'lovchi tashish yo'nalishlari bo'yicha ochiq tenderlarni tashkil etish to'g'risidagi 738-sonli qaroriga asosan elektron tender tanlovlari ochiq tender tanlovlari elektron tarzda o'tkaziladi. Joriy yilning 11 mart kuni elektron tender axborot tizimi orqali 30 ta yo'nalishga elektron tender tanlovi o'tkazilgan. Elektron tender tanlovida Shiyit 232 Urganch buyum bozori va parrandachilik fabrikasi yo'nalishi e'lon qo'yilgan. Shu e'lona ikkita tashuvchi tomonidan ariza kelib tushgan. Birisi Valer Trans MChJ, ikkinchisi Xorazm Yarqin shayxi MChJ tomonidan ariza kelib tushgan. Valer Trans MChJ tender tanlovida 26.5 ball bilan g'olib deb topilgan. Ikkinchi talabgor esa Xorazm Yarqin shayxi MChJ 23.98 ballni olgan. O'z navbatida shuni aytib o'tish joizki, elektron tender tanlovida ariza berish jarayonida tashuvchi tomonidan o'zining login parol orqali ariza beriladi. Har bitta avtotransport vositasini shu login parol orqali girib beradi. Bundan tashqari har bitta avtotransport vositasi shu tashuvchi va jismoniy shaxs, ya'ni avtotransport vositasini egasi tomonidan elektron imzo orqali ijara shartnoma qilingan bo'lishi kerak. Ijara shartnoma qilingan bo'lmasa, platforma qabul qilmaydi. Va undan tashqari avtotransport vositalarini qaysi avtotransport vositasini kiritgani ham qaysi tashuvchi tomonidan qatnashib turgani transport boshqarmasi xodimlarına ko'rsatilmaydi. Tizimda tender yakunlangandan keyin, tender natijalari chiqqandan keyin transport boshqarmasi tomonidan ko'rib bilinadi. Qaysi mashina qatnashgani, qaysi tashuvchi qatnashgani, necha ball olgani. Ham bundan tashqari Damas avtotransport vositalarida avtotransport vositasini ishlab chiqarilgan yili ahamiyatga ega emas. Sababi ishlab chiqarilgan yilidan qat'iy nazar texnik soz bo'lsa qatnashib biladi. Bu yerda ball olish bo'yicha bo'lsa elektron tarzda o'zi axborot tizimini o'zi baholaydi. Ishlab chiqarilgan yilidan kelib chiqqan holda 10 balldan 1 balladan 10 ballda baholab boradi. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Transport nazorat inspeksiyasi avtomobil va suv transportidan nazorat Xorazm viloyat hududiy bo'limi bosh inspektori Yaqub Muzaffar bo'laman. Vazirlar Mahkamasining 465-sonli qaroriga asosan 2024 3-noyabrda tender haqqoniyligini tekshirish Transport nazorat inspeksiyasi zimmasiga yuklatilganligini bildiramiz. Shunga asosan joriy yilning 11 mart kuni bo'lib o'tgan tender tanlovida Shiyit 232 ya'ni Urganch buyum bozor parrandachilik fabrikasi yo'nalishi bo'yicha tender haqqoniyligida qatnashdik. Bunda ikkita talabgor bo'lgan. Birinchisi Valer Trans mas'uliyati cheklangan jamiyati, ikkinchisi Xorazm Yarqin shayx mas'uliyati cheklangan jamiyat hisoblangan. Shuna asosan tender haqqoniyligini tekshirish 10 kun muddat ichida amalga oshirilishi kerak. Shu bois biza Xorazm nizomning 42-bandida ko'rsatilgan, ya'ni bunda tender haqqoniyligini nazorat qiluvchi organ hamda viloyat ichki ishlar vazirligi, jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xodimlari bilan joyga chiqqan holda o'rganish ko'rsatib o'tilgan. Agarda kerakli idora va vazirliklardan mutaxassis jalb qilish zarur bo'lsa, nom jalb qilish vakolati ko'rsatib o'tilgan. Shu bois 2025 yil 15 mart kuni, ya'ni ushbu yo'nalishda birinchi talabgor Valer Trans mas'uliyati cheklangan jamiyatini tender haqqoniyligini o'rganish uchun borgan, tekshirish uchun borganimizda, bunda jamiyat tomonidan 25-60-sonli nizom asosan texnik tibbiy ko'rik bilan to'liq jihozlanmaganligi aniqlanib,
boyunca elektron platformaga joylashtirilgan. Ya'ni keyin aytilgan nizomning 52-bandida ko'rsatilganining 52-bandi birinchi qismida ko'rsatilgan ochiq tender qatnashchisini lot bo'yicha tadqiq qilgan avtotransport vositasi bo'yicha vakolatli organga olingan kelishilgan manzili vaqtida haqiqatda mavjudligi uchun o'rganish taqdim qilinishi belgilab o'tilgan ve bunda bekar qilgan taqdirda bu tender g'olibligi bekar qilinishi ko'rsatib o'tilgan. Shundan Valer Transmas'uliyet cheklangan jamiyatidan barcha avtotransport vositalarining yig'ilishi kelishib o'tilgan bo'lsa da 24 ta avtotransport vositasi bilan to'liq ta'minlab bergan va bitta avtotransportda ya'ni 90U 934U davlat raqamli avtotransport vositasini tender haqqoniligini o'rganish uchun taqdim qilib bilmadi. Shu bois elektron platforma orqali uni barcha to'plam ballari nizomning 52-bandiga asosan nolga tushgan. Keyin unda ko'rsatib o'tilgan agarda nizomda ko'rsatilgan to'plagan ball bekor qilingandan keyin bu ikkinchi talabgor o'tgan, ya'ni ikkinchi talabgor Xorazm Yorqin shahar masalasi cheklangan jamiyatiga. Haqiqatda aytilgan vaziyat, aytilgan manzilda, aytilgan vaqtda Xorazm Yorqin shahar masalasi cheklangan jamiyat tomonidan 25 ta avtotransport vositalari to'liq ta'minlangan. Keyin tadbirlar rejasida ko'rsatilgan holatlar bo'yicha 30 soat barcha haydovchilarni 30 soatlik malakasini oshirish bo'yicha o'quv kursidan o'tamaganligi sababli undan tadbirlar rejasida qo'shilgan ballari qaytarib tashlangan. Shu bois bu yo'nalish bo'yicha Xorazm Yorqin shahar masalasi cheklangan jamiyati elektron platforma orqali g'olib deb topilgan.